Hi guys, assalomu alaykum. Tak, qancha o'sib qolman, o'zi diyeta qotdim. Tak, mana shu anaqa zo'rg'a taqardim. Nimadan keyin bo'pti. Men hozir 62 kiloman, 59 ga chiqishim, 59 ga tushishim kerak. Uning uchun ratsionni hamma narsani olib tashladim. Обязательно sport bilan ham shug'ullanaman. Endi bunaqa qomatga erishish o'zi ham emas, chunki doim harakatda bo'lishingiz kerak. Bu esa oyog'imni tagida o'ynayotgan Leo. Buni bo'g'jon. Xullas, undan tashqari detoks ichayotgandim. Detoks bu organizmni tozalashga, immunitetni oshirishga, metabolizmni yaxshi qilib beradi va jigara tozalashga, даже yuzinglarni yaxshi qilib tiniq qilib beradi. Ya'ni fast food yeysizlar-ku. Mana bu gurucham yetayotgan bo'lsangiz, u bitta chiqsa ayib emas.